Ba'zida kerak bo'lsa bu nomard, nobakor, badbaxt bola otasini ham sotadi deganda, yo'q otasini ham sotadimi odam? U dunyodagi yagona zot-ku, hech kim bilan almashtirib bo'lmaydigan deb yurardim-da men ham. Lekin bu rost ekan. Yaqinda qamalgan, firibgarlikda ayblanib qamalgan Sanjik Karimov degan o'sha Instagramlarda rosa o'zini reklama qilib, hammaga o'zini targ'ibot qilib yuradigan, uyidan tintuv paytida nasha chiqqan ekan. U narkotik moddalarni ham iste'mol qilgan ekansiz, yo oldi sotish bilan shug'ullanganmisiz desa, yo'q, agar o'lib ketay, agar mana shu otamdan qolib ketgan rahmatli otam iste'mol qilardilar, shulardan qolib ketgan hasratga bo'lsa kerak. Lekin men buni oldi sotishi bilan shug'ullanmaganman deb o'zini o'zi oqlamoqchi bo'ldi. Nomard, badbaxt, o'lib ketgan bechora otangni ham sotdingmi deydigan odam yo'q.